Mana turkiyalik arkadaşlarımız, kardeşlerimiz mana ertalab so'nggi o'yinda Amerika bilan o'ynab mana 3-2 yutib oldi. Dunyoga bosim qilgan Amerika shu Turkiyaga bosim qila olmadi. Turkiyani yutishiga ishonib turdim, chunki 80-minutda ham 2-2 o'ynab turdi Amerika bilan. Shu ikkita o'zgarish qildi Turkiya. Ana uzun degan bola bilan Suyunchi degan bolasi tushdi. Hozir nimadir bo'ladi, bu ismida nimadir ma'no bor desam, 90 minutdan keyin 7 minut qo'shib berdi sudya. Bu uzun minut qo'shib berdi, uzun tushganligi uchun. Keyin 98-minutda gol urdi, Suyunchi bo'lib ketdi bundan buyog'iga. Zo'r bo'ldi. Mana Turkiya ikkita yutkazgan edi bundan oldin. Oxirida mana yutib turib ham orqaga qaytyapti uyiga. Biz endi mana Kangoni yutishimiz kerak. Endi Kangoni yutkizsak ham qaytmasligimiz imkoniyati bor. Uncha o'shada ish topib, fura nimadir qilish kerak. Bu birinchi variant. Endi ikkinchi variantda kamida 4 ta 5 ta gol hisobiga Kangoni yutishimiz kerak. Agar 5-0 ga Kangoni yutadigan bo'lsak, O'zbekiston 3-o'rin bilan aniq keyingi turga chiqadi. Sizlar shunga ishonasizlarmi? Men ishonaman O'zbekiston yutishiga. Chunki Kango ham biz O'zbekistonga o'xshagan davlat. Portugaliya bilan omad kelib 1-1 o'ynab qoldi. Kolumbiya bilan omadi kelib 1-0 o'ynab qoldi, xolos. Bizda endi omad har doim kelavermaydi. Bizda endi buyog'i omad endi.